kattani. Bitta oldim men. Boyagi syomkadan keyin. Men. Voy jonivar. Kattamas ekan. Voy. Voh. İlon bosh sazan. Chotki bo'lyapti. Hurmatli gulpadoshlar. Shu chekkadan chiqyapti. Nariga qamish tagidan chiqadi. Bitta ilon bosh. 3 ta sazan oldim. Hali o'g'imiz davom etadi. Endi 6,5 bo'pti. 7,5-8 gacha o'tiramiz, xudo xolasa. Bitta poplok bu yoqda. Bitta poplok yonimda turibdi. Bittasi ana. Narginga chirvay добрый solib qo'ydim. Baqani yeb ketdi. Bitta ilon boshi oldim. Fakat urgani yo'q. Kelgandan yemlab qo'ydim-da. Mana shu yemdan xolodilnikda turadi, klubninkalik. Dahshat chaqiryapti. O'zimiz yem. Safar bratni yemi. Ket. Yana. Yana ket hozir. Prямой efir bo'ladi. Pauza qiltiraman, sudradi. Hozir pauza qiltiraman. Qizib ketyapti telefon. Hammasini bitta syomka qila olmayapman. Har bitta olganimda bittadan yana salqinga qo'yib qo'yapman, o'chirib. Kurchuk to'g'ri qilib ketdi. Onu sherigim sal uzoqroqqa ketib qoldi, yonimda o'tirdi boya. Sherigim mana yerda o'tiribdi, doim kep telefonni nima qilib turadi. Hozir bitta ilindi. Mana shu yerda ushlab turdim, telefonni yoqquncha. Bitta qo'limda telefon. Kamida bir 3 kilocha atrofida. Uni oldim, bitta kurchuk to'g'ri qilib ketdi o'sha yerda. Katta. 5-6 kilo bor. Bunaqa kattasi chiqmaydi o'tgan safar. Bugun qandaydir shaddod. O kuni bir yigit jo'nasa mana uryapti. Ana urdi. O kuni bir yigit jo'nasam bitta ham ola olmay ketdi chetdan. Toshni aytib, adresni tushuntirib turdim. Keldi, o'tirdi. Bitta nimagadir kechga yaxshi uryapti. Soat mana hozir 6 da boshlaydi. Men doim 2 soat o'tirib ketaman. Endi rizq Allohdan. Endi uzoq yerdan kelgandan keyin endi ushab ketsin deyishsa, lekin ushalmay ketibdi. O'sha narigi chekada bo'lyapti, polidonka. Uni yonimda olib poplokka tashlab qo'yganman, bunga karas chiqdi 2 dona. Narigi poldonkada turibdi. Poplokni baland ko'tarib tashlab qo'yganman. 2 marta urdida, hozir qo'yib yubordi. Pauza qilib turaychi. Lekin yem chotki chaqiryapti prekormga. Utar. Bu klubninki bo'lganmi, bunga asal qo'shilgan. Tortyapman. Burchakka tashlab qo'ydim. Shuni tortyapti. Sazan shekilli. Tortjanlar. Voy, qo'yvordi. Sazan. Qo'yvordi. Tortyapti yana. Yana tortyapti. Tortjanlar. Yana bitta tortaman. Yes. Yes. Maydaroq ekan. Zasib bo'lib qoldi. Ilon bosh ekan, voy, sazanmi deyapman. Chuvalchang urib qo'yibdi. Ko'p ilon bosh yutib yuboradi chuvalchang. Iloji kurchuk chiqarguncha halok bo'ladi. Lekin bu tirik. Mana hurmatli gulpadoshlar, chuvalchangda udollari bor.
Babrabolskiy chuvalchangni, Mangolskiy. Neresi? Chuvalchanga ilon bosham sazan ham o'shanga uryapti. Если что, kelaverasizlar chuvalchangga udari bor. Hurmatli mahalladoshlar, chotga uryapti. O, Pablo ketdi. Tort. Zib ketyapti chuvalchang. Telefon. Bu issiqda yaramayapti syomka qilishga. Syomka qilsam, pauza qo'ysam o'chib qoladimi? Bu narsalar bo'lyapti, cho'q bo'lib ketdi. O'lmas voy, dahshat chiqdi. Dahshat. Ilon bosh. Oh. Yuguring. Yuguring, chiqarishib qo'ying. Tez keng. Boyagi baqani urdi. Menimcha katta. Tezroq bo'ling. Menimcha katta. Dumuniki. Bo'ng tezroq. Bo'ng. Katta. Davay. Kakra tursakchan ekansiz. Ana qo'ying, onasini yebsiz, syomka. Syomka bo'lyapti. Ona dumi ko'rinyapti. O'sha yerdan tushib boring. Bilar suvga tushaman. Tushing endi, rosa katta mana shuncha. Ona turibdi. Bo'ng. Ana ko'rdingizmi? Bo'ng qochib. Tortmang. Yolki-palki. Turibdimi? Ketdi. Ana ko'rindimi? Yolki-palki. Yiba. Turibdi. Qani? Mo'zzas. Turibdi mana. Ana. Oldiga o'tiring. Baqani yeb ketibdi-da. Uzib ketibdi. Mun qarang. Kurchukni uzib olibdi. Qani u? Mana turibdi mana. Paploga salsa o'rningda qimlating. Beti turgan qimlating. U chuvalchangda uni yemaydi va. Ketdi. Tushgan bilan uzaverar ekan bir silta. Tez kelmadingiz-da. Kattaligini qarang. Ikkila bor-da. Yo'q, katta. Bu mono 6lik leskani uzalmaydi u. Shidayi bu. Sizga aytdim-ku. Yana bitta baqa ushlab bering. Qaydan kuyman baqani? Mana hurmatli kulpadoshlar. Bitta sazan uzdi. Mana. Uzib qo'ydi. Eskina. Qochib ketsa ham maza qildim lekin. O'sha yerda turib berdi o'rtada. Ana shu joydan urdi. Nedan urdi mana. Mana shu yerdan urdi. Katta baqani urdi. Mayda baliqlar ham tortmay qo'ydi. Qo'rqib qoldim emas. Mana. Kurchuk ko'rinyaptimi? Mana. Birlik qo'yyapti. Og'zida kurchugi bilan ketdi. Iloji yo'q, nareska yo'q, bitta sazan kesdim. Mana montaj. Toshdan pastida bitta nareska turibdi. Mana paprokni yonida yana bitta pastda nareska turibdi. Ana shu joydan urdi. Xudo xolasa hozir shuni yana olamiz. Umid qilamiz yana kelib uradi. Alloh sazanlaringdan, ilon boshlaringdan bergin. Joyiga tushdi. Keladi bu baribir yana. Go'shtni ta'mini bildi-da. Yangi yo'ldan Lazizbek degan ukamiz kelyapti. Men hozir pasha chiqquncha o'tiraman. Mencha ketganimcha yetib kelib qolsa kerak. Yana qolgan yemni ham tashlab yemlab ketaman mana shu yerda. To'g'ri yebdi. Kechasi paklovka bo'lsa kerak menimcha sazan, lekin ilonbosh yotib oladi. Bitta joydan uryapti-da sazan, chekkadan.
Samdiyroq bo'lsa urmayapti. Bitta joyga tushsa paplok. Polidonka. Bitta joydan uryapti. Bu ham xuddi shunaqa. Ana. Sayazroq joy tugatyapman, nagi chekada yuribdi. Bitta joydan uryapti. Hayron qolish kerak. O'rtaroqqa tushib qolsa, yo beriroqqa tushib qolsa, yo yarim metr joyini almashtirsa sazan urmayapti. O'sha yerda yo'li bor shekilli. O'z yo'lini topgan matmusalar yashasin degan she'r bo'lardi-yu. Yo'lini topib oldim shekilli. Syomka tugamasa-da, davom etaversa. Paplokdagidan puzirik chiqdi. Nimadir yerga tegib keldi, sazanmi, ilonboshmi? Sherigim ketib qoldi. Endi salqinda o'tiramiz deganda men endi keldim, bu ertalab keluvdi. Bitta ham ishonmabdi. Aytdim, issiqda urmaydi. Bormang, salqinda boramiz. Soat 5larda ketsak, 6larda yetib boramiz. Desam, sahar kelib issiqlarda kuyib, pishib, mana endi pakilovka bo'lgan payt ketib qoldi. Menga sherik bo'ladi deb, u qonni ochadi baribir deb, unga produktni ko'tarib ketdi. Baribir tashlab ketdi. Charchadim dedi. Belim og'rib qoldi deydi. Endi bo'ladi-da mana pakilovka. Mana 1 soat, 2 soat ichida kattasini chiqarib qolasiz. Abitda yuraveradi, poq, lekin urmayapti sazan. Ilonbosh ham xuddi shunaqa, oldin issiqda urardi, hozir sal salqin tushganda uryapti. Bular ham o'zgartirdi stilini. Lekin ilonboshni kattasi ketdi. 2-3 kunlar boradi deydi sherigim ko'rib. Katta edi u. Bo'lmasa u 6lik shidaydi uzalmaydi-yu. Sherigim yuvinib tepaga chiqib ketyapti, yalangoyoq bo'lib, tikanlarning uchida. Borsammi, bormasammi deb juda sekin keldi. Bugün shu tushib olsa bo'lardi. Bir kishi qarmoqda ushlab tursa. Sazanni kesib tashlab qo'ydim, uramigan. Bugun 22-iyun. Soat 7 bo'ldi. 7dan o'tyapti-yu. Yana yarim soat, 40 minut o'tiraman. Keldi shekilli. Ana. Keldi, sazan tashlab qo'ydim. Tortyapti. Ab ketyapti. Ko'rinyaptimi? Ketdi paplov ichkariga. Ketdi. Sherigi ham yo'q. O'sha bo'lsa qanday chiqarib olaman? Qo'yib yubordi yana. Sal qizg'antirich olammikin. Sazanni qo'yib yuborib ketdi. Ichiga olib kirib ketdi-da. Bu kelayotgan yigit adashib qoldimi, lokatsiya tashuvdim, qo'ng'iroq qilyapti. Syomka shetdan uziladi. Kattarog'i bo'lsa, xudo xolasa, boyagi ilonbosh yo nariskani yeb ketdimikan, bir ko'raychi. Olib kirib ketdi ichkariga. Bittasini yeyolmabdi. Toz keladi yana. Agar olib qolsam syomka qilaman. Keladi, baribir go'sht ta'mini bildi-da. Ilonbosh qayta kelaveradi yana. Lekin og'zida kurchogi bo'lsa, o'sha ilonbosh bo'ladi. Birlik kurchok turibdi og'zida. Ozgina leskasi bilan ketgan. Katta puzurik chiqardi o'sha-yu. Hurmatli gulpadoshlar, kattarog'i bo'lib qolsa yana syomka qilaman. Xo'sh. Ovdagilarga omad. Ko'rishguncha paka. Mana alovlar beliga tepatdi syomka. Bitta sazanni qochirib qo'ydim, dahshatini. Bitta oldim men. Boyagi syomkadan keyin. Mana. Voy jonivar. O'zidan chiqib ketdimi? Turibdimi yo? Turibdi ekan. Chiqib ketibdi. Mana. Ajoyib chiqdi. Bitta sazanni qochirib qo'ydim, ikkitasini ketma-ket urdi.
Mana guruhdoshlar safar qaradi. Soat 8 bo'ldi. Mana 10nimga yigitlar kelib o'tirishdi yangi yo'ldan. Xudo xolasa kechasi ham ov yaxshi bo'ladi. Ilonbosh, sazan, laqa hali chiqmadi. Xo'sh, qorong'i tushmasdan uyga yetib olsam, ovdagilarga omad. Eslatib o'tamiz, bugun 22-iyunni.